har kuni dars qilib kelayotgan inson sifatida hayotimda nima o'zgarishlar sodir bo'lyapti? Birinchisi, o'zi xo'jayinim xirurglar, lekin hali boshlarini ozgina qottirdim. Sababi mana shu podkastni ko'rganimdan keyin ich qotish sababli hattoki Parkinson kasalligi sabab bo'lishi yoki rak kasalligini keltirib chiqarishi juda ko'p odam sog'lig'idagi muammolarga aynan ich qotish sababchi bo'lishini, surunkali ich qotishdan azob chekayotgan odamlarni mikrobiotasini to'g'irlash uchun sog'lom mikrobiotaga ega bo'lgan axlatni o'sha odamni ichaklariga jo'natish, ya'ni bu olimlar shuni kashf qilishibdi. Mana shu sababli umuman ich qotishdan yo'qotish. Sink bilan magneziumni kechqurun iste'mol qilish kerak, ertalab D3 bilan omegani iste'mol qilish kerakligi va aynan ich qotish uchun o'sha magniy ichish kerakligini va yana ilgari miyamda o'zim bilan o'zim g'iybat qilardim. O'zim kimdir nimadir asam buzgan bir nimalarni esladimda bu narsa kechalari uyg'onib ketsam ham miyam kelardi. Hozir kechalari uyg'onib ketsam nemislarda kun davomida o'rganayotgan gaplarim miyamda aylanishni boshlaydi. Avval biror bir yomon voqealarni eslab kayfiyatim tushsa, hozir nemis tilida avval o'rganib, lekin hozir unutib qo'ygan so'zlarimdan chiqisha olmay, avval birovlarni ko'rib motivatsiya olgan bo'lsam, hozir o'zimda o'sha ilmimda o'zim ustida o'zgarishlardan o'zimga o'zim motivatsiya berishlarni o'rgandim. Fotih Dumanni Lol asarida o'rgangan narsam odam gapirishga ham ro'za tutish kerak degan gapi. Ya'ni men o'z tabiatdan juda ham sergap odamman. Ana shu gapdan keyin yo Alloh, har kuni o'zimga o'zim kam gapir, bugun gapirishga ro'za tutaman. Agar stressda bo'lsanglar, biror bir narsadan qiynalayotgan bo'lsanglar, umuman hayotingizda travma nima yoki umuman kelishmovchilik shunchaki ilmicha kirib ketinglar, ishonaveringlar, o'zinglarni xayolinglardan o'zinglar ortolmay qolasizlar. Umuman atrof bilan ishinglar bo'lmaydigan, faqat konsentratsiya o'zinglarda bo'ladigan bo'lib qolar ekan. Hozir hayolim miyam keldida, kamerani yoqib gapirish boshladim. Qaysi gaplarni noto'g'ri gapirgan bo'lsam uzr.